Hop, demak, 40-savol. Bizga dibrom alkanlar aralashmasi, ya'ni dibrom etan berilgan. 1/4 qismi ishqorning spirdagi eritmasi bilan, 3/4 qismi esa suvdagi eritmasi bilan o'zaro ta'sirlashgan. Demak, biz 2x va 6x oldik, chunki 1 ga 3 nisbatga olish uchun. Bu yerda x mol dibrom, ya'ni 1 dibrom etan ishqorning spirdagi eritmasi bilan ta'sirlashganda astilen hosil bo'ladi. X mol 1 xdan esa xuddi shunday miqdorda x mol astilen hosil bo'ladi. Ana endi suvdagi eritmasidan birinchisi 1 holati uchun aldegid hosil bo'ladi. 1-2 holatida esa suvda spirt hosil bo'ladi, ya'ni etandiol hosil bo'ladi. Endi bizga aytyapki, ikkala holatda ham birinchi holatda ajralgan gaz yumshoq sut amakli eritmasidan ta'sirlashyapti. Bu yerda x mol kumush astilen va bu yerda x mol astilen hosil bo'lyapti. Ikkala x qo'shadigan bo'lsa 2x mol astilen. 2x mol astilen yumshoq sut amakli eritmasidan ta'sirlashganda 2x mol kumush astilen hosil bo'ladi. Ana endi bu yerda aldegidim. Menda reaksiya bo'yicha 3x suvni olganimda 3x miqdorda aldegid hosil bo'lgan. Bu ikki atomli spirtlar esa yumshoq sut amakli eritmasidan ta'sirlashmaydi. Bu yerda faqat aldegid kirishadi. Sifat reaksiyasi aldegidlar uchun ta'sirlashganda sirka kislotasi va 6x miqdordagi kumush hosil bo'ladi. Ana endi cho'kmalarda massa farqi berilgan. 6x ni 108 ga ko'paytirsak 648x, 2x ni kumush astilen massasiga ko'paytirsak 480x bo'ladi. Bu 4 ga teng. Bu tenglantirsa x bizda 0.025 ga kelib chiqadi. Ana endi biz dastlab 2x ishqorning spirdagi eritmasi uchun olganmiz, 6x ishqorning suvdagi eritmasi uchun olganmiz. Demak, umumiy hisobda bizda 8x bu dibrom alkanni aralashmasi. Uni 0.025 ga o'tirsak 0.2 mol bizda dibrom etan bor ekan. Bu yerda uni massasini topishda 1 ligi muhim emas. Molar massasini shunchaki 0.2 ga ko'tarib qo'ysak bo'ladi. Demak, to'g'ri javob 37 ga 6.